Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ecology Global kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimizda bitta chiroyli uchastkani obzor qilib beramiz. 2 tashkali 4 sotkga qurilgan uchastkamiz. Yashash maydoni 300 kvadratli ekan. Qilingan ishlarni birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r obyektlar, obzorlar qo'yib boramiz. Akalar 24 ta radiator o'rnatilgan. Ko'rishinglar mumkin. Ta radiator o'rnatilgan, luchevay sistema qilingan. Xo'p, uzilish bo'lib qoldi akalar, mana. Kollektorimiz waterproofdan. Xo'p, yana aytib o'tib ketaman. 24 ta radiator o'rnatilgan. Bu uyimizga yashash maydoni 300 kvadratli, mana. Kollektorlarimiz. Bittasi teplый polga, bittasi radiatorlar uchun. Radiatorlarimiz bemalol ko'rsalaring bo'ladi, akalar. Namlatlar ko'rishdi. Akalarimiz aqlishyapti, qolgan akalar. Nima tashqariga chiqamiz. Lekin juda chiroyli qurilib bitkazilibdi. Hammamizga nasibsan, obunachilar. Bitta shu obyektimiz uchun bitta like bosib qo'ysiz. Arziydi aka. Endi orqaga kotelnikni oldiga kiramiz. Qayerda огородlari ham bor ekan. Boiler sistema bo'lgan kotelda. Mana Ecodensdan kotel o'rnatilgan. 45 talik 400 kilovat 400 kvadrat metrgacha bemalol isita oladi ana boilerimiz. Boiler sistema bemalol ko'rishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun nomerlar qoldiraman pastda. Bemalol aloqaga chiqib, xuddi shunaqa sistema ham qildirsalaring bo'laveradi akalar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz mana. Tok sarfi. Juda chiroyli uchastkamiz. Shu 45 talik kotelimiz bemalol shu 2 tashkali pol hamma joyini bemalol isitib bera oladi. Chunki luchevay sistema qilingan, hammasi kotel, teplый pol, hammasi waterproofdan qilingan. Sifatli premium sifatdagi tovarlar qilingan, mahsulotlardan foydalangan. Ko'rishlaring mumkin. Endi ikkinchi qavatiga chiqsak, tashqaridan vidimiz juda chiroyli. Bitta joyni ko'rsatib ketaman. Tashqarida qor yog'yapti. Bitta shu qor uchun ham like bosib qo'ysiz. Odam emassiz. Hoji aka, siz ham xuddi shunaqa uchastka qurdirayotgan bo'lsangiz, polni isitish tizimini mana shu pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilsangiz, bu isitish tizimini o'z zimmamizga olib, uyda futbolkada yuradigan darajada issiq qilib berishga ta'minlab beramiz. Eng chiroyli narxlarda top-to'pli pol bilan yotqizilgan mana kollektorlarimiz. Waterproofdan turishini qarang, chiroyliligini aka. Shunga bitta like bosib qo'ying. Sanojelimiz ekan bu. Radiatorlarimiz. Yana ko'rishguncha aka, like bosib obuna bo'lib qo'ysiz, hali bundan da zo'r obyektlar oldindan aka. Ko'rishguncha.